مەخپىي ئۇرۇش ئاپتورى روبert Spalding 3. bab ئىقتىساد 2. qism Erkin bozor əfsanəsi Başqa dövlətlərinin iqtisadını tilgə alğanda Xitay olcu eliş və buzğunçılıq xarakteriga ega. Əməliyyatda başqa dövlətlər Xitay şirkətlərinin paydaga erishish obyektlari hesablanadi. Məsxirlik yeri birərsi chiqib Xitayning paydaga to'g'ri yo'ldan erishmayotganligini, Beijing doiralarini qoida nizomlarga rioya qilishga, qoida nizomlarga boshqa davlatlarga o'xshash holda rioya qilishga majburlash kerakligini tashabbus qilganida, Xitoyning ko'tirmakashlari hammaga tonishliq bo'lib ketgan samimiyatsiz jumlasini ishqa selib, undaq qilish erkin bozor sistemasini vayron qiladi deyishidi. Bu sepi o'zidan to'qilma gap bo'lmaganida kulkilik gap hisoblangan bo'ladi. Dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdasi bo'lgan Xitoy amaliyotda erkin bozorga ishonmagan ekan. Xitoy uchun erkin bozor deydigan bir narsa mavjud emas. Xitoyning erkin bozorga jon jahli bilan qarshi turadiganligiga oid sonsizlagan dalil isbotlar mavjud. Bir zo'r kuch erkin bozorga kirishga cheklama qo'ygan. Pulning eqishiga cheklama qo'ygan. Shundaqla fikr ideyalarning eqishiga cheklama qo'ygan ekan. Demak, erkin bozor mavjud emas. Amerika Xitoyda yangidan qurgan shirkatlarning 20%ga Xitoy mablag' solgan. Bu Xitoyning 2025 Xitoy yasagan planiga yetishdiki variantlardan biri. Xitoyning bundaq planining barligi 2017-yili o'ttirg'i chiqqan bo'lib, Xitoy bu planiga yetish uchun yangi materiallar, sun'iy aql, bir gavdalashgan tok yo'li, meditsina sanoati, 5G xabarlashish, aviatsiya sanoati, mashina odam texnikasi, to'qliq mashinalar, temir yo'l aslahalari, kemichilik, dehqonchilik mashinalari qatorliqlarni o'z ichiga olgan yangi gullanayotgan sohalarga qadam qo'yishga chaqirdi. Navada Xitoyning bu plani amalga oshsa, Xitoy bizning Boeing, hamma bab elektr shirkati qatorliq shirkatlarimizdan mal setib olishni to'xtatib qolmay, xalqaro bozorlarda bu shirkatlar bilan raqobatlashadi. Gerçi Amerikalik mablag' solg'uvchilarning puli to'xtovsiz ravishda Xitoyga eqiyotgan bo'lsa-mu, 2019-yili Morgan Stanley xalqaro paychek bozori ko'rsatkichida bir qator Xitoy shirkatlarining ismlari namoyon bo'lgan. Bu ko'rsatkichdagi shirkatlarning 20%ni Shanxay, Shenzhendagi aksiya bozorlariga kirgan shirkatlar tashkil qiladi. Bu shuningdan derak beradiki, mushu ko'rsatkichni mablag' solishni kapolatga ega qiladigan dalil sifatida ko'rgan paravalliq tipidagi va boshqa mablag' solg'uvchilar pullarini mushu Xitoy shirkatlariga mablag' qilib selyotadi. Yaqinqi bir yil ichida $1 trillion mushu Xitoy shirkatlariga mablag' qilib selindi. Növbətdəki Xitayğa içivtilməgən iqtisadi siyasetimizga kelsak, pul muamele sahəsidəki şunç köp başlamçı şəxslərinin bir hakim mutlaq diviga bir qatar mümkünçiliklərni tavsiya qilishini, bu kişilərning bu cəhətdə astoydil bo'lmaganidan, bu haqda yetarlik izlanmaganidan ko'rayli desak, bundaq bo'lishi umuman mumkin emas. Çünki bu şəxslərinin həmməsinin qolida Bloomberg terminali mövcud. Yeni bir xil ehtimallıq bu şəxslərinin şu arqılıq mənfəətə erişişi və Xitay Kommunistik Partiyasının şeker yaltılğan zəmbirək oqu tipidəki təşviqatıdan təvirnib qalğan deyli desək. Xitay Kommunistik Partiyası həmişə özünü məsuliyyətçanlıqның ülgüsü, erkin sodaның cənnət qılıb tasvirlaydi. Bu xil korxona rahbarlariga yod bo'lib ketgan so'z
erkin bozor mexanizmi o'zini o'zi boshqurdi deyishdan iborat. Bu nazariya erkin bozor haddidan ziyoda yuqori unumga ega. Bozor kuchlari korxona sohasining mangu o'zi uchun eng yaxshi ishlarni qilishini kapolatga ega qiladi degan qarashni yoqlaydi. Bu o'xshashlar bema'nilikda uchiga chiqqan xato qarashdir. Aldı bilan yuqorida bayon qilganimizdek, Xitoy dunyo bozordili bo'ladi ekan, erkin bozordan so'z ochqilib bo'lmaydi. Uningdan sirt nimaning eng yaxshi natija ekanligiga baho berish aslida ikki pisliq aloyidlikka ega bo'lib, qanday bo'lganda eng yaxshi bo'ladi va bu eng yaxshi kim uchun eng yaxshi, tez qo'lga keladigan foyda eng yaxshi natijami yoki uzun muddatli foydani ko'zlash eng yaxshi tanlashmi va yoki mulkning muqim ravishda yetkilishi, pulni xohlagancha almashtirish yoki o'zining manfaatini amalga oshirish qatorliqlarning qaysi eng yaxshi natija hisoblanadi? O'tgan 30 yildan beri mablag' silish shirkatlari 500 kuchli korxona, Amerika aksiya bozorini boshqarish komiteti, pensiya puli shirkati qatorliqlarni o'z ichiga olgan Amerika korxonchilik sohasi doimo o'zining uzun muddatlik eng afzal foydasiga qarshi holda har xil yo'llar orqali Xitoy Kommunistik partiyasi bilan hamkorlashib keldi. Xitoy Kommunistik partiyasi dunyoda iqtisodiy kuchini to'xtatmasdan kengaytib, dunyo iqtisodining xo'jasiga aylanish uchun iqtisodiy mablag' silish va savdo bozorlari jihatda qanday qilib amaliy kuchga erishganligini bayon qilishdan avval Amerika korxonalarida boyliq va gullanishning qanday yurishadiganligi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Bu hol Xitoy Kommunistik partiyasining o'xshash turdagi quvluq shumliqlari bilan ko'rinarlik ravishda silishtirma bo'la oladi. Vanderbilt Amerikada poyezd yo'li yasaganda, po'lat temir magnati Carnegie po'lat temir ishlab chiqarganda, Ford mashina yasaganda, Rockefeller neft quduqi qazganda, IBM kompyuter yasaganda, Amerika hukumati bu korxonalarni bir tiyin iqtisodiy mablag' bilan qo'llamagan. Ularni qo'llig'ini banklar va mablag' solg'uchilar, shundaqla paychik bozor bo'lgan. Savdoning gullanishiga ergishib, iqtisod gullandi. Texnologiya va boshqa turalg'u sharoitlari taraqqiy qildi. Turmush saviyasi oshdi, erkin bozor degan mana bu. Amerikada korxonalarning savdo tijoratiga hukumatning planlab qo'l tiqishi bo'lmaydi. Albatta ba'zi shirkatlar hukumat bilan to'xtamlashish yoki boj kechirimiga erishish, o'ttirdagi ba'zi sharmanda siyosatchilar saylam iyonisi yoki paychik bozordagi dangliq korxonalardan manfaatga erishishi mumkin. Shuningdek, savdoda avval qonun siyosatlardan manfaat foydalanishi mumkin. Biroq korxonalar hukumatdan amr farmoni bo'yicha ish ko'rmaydi. Amaliyotda dal buning aksicha, korxonalarning qad ko'tarish uchun hukumat yo'l yasaydi, suv yetkazish sistemalarini qurdi va boshqa ul muassasa qurilishlarini vujudga chiqardi. Amerika hukumati xalqning mol-mulkini bulang-talang qilmasdan haqiqiy ravishda erkin bozorni qo'llaydi. Xitoy sepi o'zidan aldamchidir. Xitoyning qad ko'tarishidagi kishining ishongisi kelmaydigan nuqtalardan biri bu davlatning qanday qilib dunyo tarixidagi eng hayron qolarliq ishini qo'lga keltirganligidir. Zamonaviy tarixda Xitoydan boshqa hech kim Xitoyda keskin o'zgarish qilib boqmadi. Xalqning ko'p qismining namratlikdan shuncha tez qutulishi, ya'ni boshqa biror davlatda qandaqmi mumkin bo'lib boqqan? Bu haqdikisi uzun va murakkab hikoyadir. Shundaqla kitobning tarmoq mazmunlaridan biridir. Ammo bu jihatda iqtisodiy nuqtadan bir jumla bilan mundaq xulos chiqarishga bo'ladi. Xitoy buni vujudga chiqarishga g'oyat zo'r sommadagi zoyim tarqitish
va setib-olishga tayandı. Chet el mablag'idan foydalanib, uni o'z ilkidan chiqib ketmaslikka oid qoida belgilab olib, shu bo'yicha ish ko'rib, milliardlab boylikqa erishdi. Uningdan sirt chet ellik xaridorlarga mas'uliyat ko'rsatmaydigan, chet ellik mablag' solg'uvchilarning do'ppisiga jigda soladigan yepiq iqtisodiy sistemani qurib chiqdi. Xitoy bir qog'oz yo'lbos deydi Steve Bannon. Xitoyning iqtisodiy jihatdagi eshishni tahlil qilib, Goldman Sachs guruhining bu sobiq muavin direktori menga mundaq degan. Xitoy sepi o'zidan aldamchi. Bizning Xitoydagi birdan-bir eng muhim masalamiz iqtisodiy jihatdan bo'hronga uchrashdir. Xitoyning bizning har bir korxonachimizni ziyonga uchirtishi nima degan razil? Bannonning aytganlarining qoyil qilarligi nihoyat yuqori. Ko'p yillardan beri mablag' solg'uvchilarning 1 milliard pulini qo'yib atgan aldamchi Birni Madov o'zi tarafidan aldangan xaridorlarga yo'q, topgan pulni men ol deganda ondan olsangiz bo'ladi. Yo'q, moliya dokladini men bir nusxa ko'paytib elishingizga yo'l qo'yganda ondan olsangiz bo'ladi. Boshqasini sizga ko'rsatishga bo'lmaydi deyishni. Shundaqla u Amerika Adliya mahkamasiga va davlat boj mahkamasiga yo'q, mening hisobot daftarimni tekshirishingizga yo'l yo'q. Mening hisobot dokladimga ishonishinglar kerak deyishini faraz qiling. Navoda yuqorqidagi ahvollarning Amerikada yuz berishiga yo'l qo'yilsa, Madov mablag' solg'uvchilarning pulini toki bugunga qadar aldab kelgan bo'ladi. U payda deb ko'rsatgan atalmish pullar amaliyotda yangi xaridorlar mablag' qilib solgan pullar bo'lib, shu pullarning bir qismini shaxsiy ish uchun ishlatgan. Ilgirki mablag' solg'uvchilarning pulini bo'lsa, aldirmasdan to'lashga boshlagan. Bu ahvollar amaliyotda Xitoyning butun dunyo miqyosida aldamchilik bilan shug'ullanib, bu orqali o'zining portlash xarakterlik ko'tarilishini ishga oshirganiga o'xshashidi. G'arbning mablag'i Xitoyga kirdi. Kirdimi, chiqolmaydi. Bu mablag'larning bir qismi Xitoyning xalqaro savdo qila olishi uchun dollar peti qoladi. Biroq topgan payda cho'qim almashtirg'ili bo'lmaydigan pulning asli holatida turishi hamda mablag' ziyoda chin kontrol qilinishi kerak. Xitoy shirkatlariga kelsak, bu shirkatlarning ko'pchiligi Xitoy Kommunistik partiyasining iqtisodiy yordamiga erishidi. Yoki Xitoy Kommunistik partiyasining amaldorlarining pul xazinasi sifatida ishlatiladi. Moliya buğaltırlıq prinsiplarining hech biriga rioya qilmaydi. Shu vajidan chet ellik analizchilarning Xitoy shirkatlarining moliya sog'lomligiga to'g'ri shaklda hukm qilishga hech bir amali yo'q. Xitoyda yomon bir odat bor. U bo'lsa-mu, davlat egiligidagi Xitoy bankasi xalqaro siyosatlarning ehtiyojiga uyg'un shaklda siyosiy qimmati bor deb qaragan shirkatlarga o'zi xohlagan miqdorda pul tarqatadi. Bu jihatda keyingi boblarda bilim va texnologiya jihatda muhokama qilinadi. Xitoy bir shirkatning mol bisotini xohlagan paytda yana bir shirkatga tava qilib qo'ya oladi. Xitoyda qonunlashgan buğaltırlıq deydigan bir narsa mavjud emas. Bu xil ahvolga duch kelgan g'arb korxonalarining yanada Xitoyga mablag' solishga xushtor bo'lishi talbilik, hatto kallidan ketganlikdir. Xo'sh, undaqda g'arb korxonalari nimishqa shundaq qiladi? Shunisi aniqki, Wall ko'chasidagi paychik sodasi bozorining nazarida faqat har qitimliq sodadan paydaga erishishli bor bo'lib, bu hol uning bunda xatirni ko'rmas qilib qo'ygan. Pensiya direktorlari bo'lsa, boshqalar qanday qilsa, biz agishib, shuni qilsak bo'ladi deb qarab, mablag' selib, pul tepishga xushtor bo'lganlardir. Bundaq turdagi kishilar oz emas. Xitoyga mablag' selishga o'zini etishni tasdiqlaydigan umumning aqli bu yo'lga kirganlarni
öz yolunun toğırlıqıға işendirdiğen moyum küçü hesaplanıdı. Xitay muşu tipdiki umumның aqlini şəkillendiriş üçün Xitay təşviqat uruşıға özünü çiraylıq körüstüb, özgini indəki keltiriş cingigi kirişken. Xitay Kommunistik Partiyasının çət əllik məbləğ salğıcı xəridat tepiş jingi köplügən aldınqı səplərdə bexətər halətdə işqi açdı. Xitay məbləğ salğıcılarını və muxbirlarını özüge məhliya qılıb, soda öməklərini qarşı elib, ulağı ziyafət berib, Xitay yenə işençlik tüsü yuqur boğan ilan bətlərini setivilib, Washington Poçta gezdi degəndək təsiri zor gezlərdə ilan berdi. Xitay yer şari televiziyatori dünyanın hər qaysı joylardagi o'ziga nisbatan tanqidiy muomala muxbirlarni xizmat bilan ta'minlagan bo'lib, bu orqali jamoat fikrini kontrol qiladi. Qo'g'dug'chi gezitning xabariga ko'ra, xabar yozuvchilardan biri Xitoyning o'z maoshini 2 qatlaydigan ish haqqi taklifini rad qilgan. Mana bularning hammasi cheklimsiz urushning variantlari hesaplanadi. Xitoy mablag' solg'uvchilarning ishonchini qo'lga keltirish, Xitoyga mablag' selish uchun nihoyat ustalik bilan indakka keltirish va xatar uchur bilan aldash nayranglarini tepib chiqqan. Biz Xitoy Kommunistik Partiyasini ular qaltis xizmatlarni qildi deb maqtab turayli. Xitoy Kommunistik Partiyasini dunyodagi eng chong aldamchi deyishga bo'ladi. 2018 yılı noyabr ayida Xitoy prezidenti Shi İspaniya davlat majlisida so'z qilib, ko'zini paqirtib turibla, Xitoy tashqi dunyoga eshikni echivtishda texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatdi. Biz mablag' selish sohasi bozoriga kirish unumini texmi yuqori ko'tarish hamda aqliy mulk huquqini qo'g'dash jihatda texmi ko'p tirishimiz deb qip-qizil yolg'onchilik qilgan. Mablag' selish yo'llarini ko'paytirish jihatda Shi Jinping hech qanday vaqt uchurni bermagan va bu vaqtda tushuncha bermagan. Shundaqla Xitoyning bilim mulk huquqini qanday qo'g'daydiganligi to'g'risidami "Manga ishoninglar" deyishdan boshqa hech nima demagan. Xitoyning aldamchiligining g'alaba qozonishi jumlasidan hisoblanadigan ishlardan biri uning g'arbda korxona qiltig'i qurishi va o'ziga qarshi salbiy ovozlarni tinchiqtirishidir. Xitoyga zo'r sommada mablag' solgan shirkatlar o'z mablag'ini Xitoydan elib chiqib ketolmaydiganligini bayqagandan keyin nima qila olsin? Bundaq shirkatlar necha mingdan oshadi. Ular mablag'lari Xitoyga kirib bo'lgandan keyin o'zining ikki tashning oraliqida qolganligini his qilishidi. Pul quduqqa tushib ketdi. Bu ko'plagan korxona kattaboshlarining tashqi dunyoga ochiq oshkora deyolmayotgan pichirlishidir. Yuqori darajalik moliya mutaxassislarining dokladiga binoan Chevron, Exxon, Sony, BMW qatorliq shirkatlarning Xitoyda milliardlab dollar mablag'i bor. Biroq ular mablag'larni o'z davlatiga qaytarib ketolmaydi. Xitoy ularning dollarlarga ehtiyojli bo'lganlikdan ularning bundaq qilishiga yo'l qo'ymaydi. Mablag' selish sohasidagi ko'plagan kishilar menga Xitoyning 2015 yildan buyon g'arblik hech bir mablag' solg'uchining mablag'ini elib chiqib ketishga yo'l qo'ymaganligini degan edi. Xayman kapital boshqarish shirkatining qurg'uvchisi Kyle Bass 2019 yili menga mundaq degan edi. Agar Xitoy iqtisodini oshirman desa, zapas boyligini oshirish kerak. Chunki Xitoy dunyoning boshqa qismi bilan ashu iqtisodiy eshishiga tayinib turib, texmi ko'p savdo qila oladi. Shu vajidan Xitoy moliyasi davomliq eshib bordigan tangpongliqni saqlagan taqdirda bu hili nayrang o'yinini davomlashtira oladi. Ya'ni Xitoyning qo'liga kirgan pul chiqib ketgan puldan ko'p bo'ladi. O'tgan 17 yilda Xitoyning cho'ntigiga naqd pulning kirishi izchil eshib mangdi. Biroq 2018 yili 2001 yilidan buyangi tunji navbat Xitoyning iqtisodiy eshishida chekinish bo'ldi.
Xitay Dövlətlik Statistika İdarəsi 2018 yılı Xitayның 28 yıldan beri işçi işləp çıxırış umumi qiymətining ən tövən bir yıl bolğanlığını, bu yılda faqat 6,6%lı iş bolğanlığını bildirdiğən san sıfırlarını aşkarladı. Bu idarenin qo'llangan usuli noaniq bo'lganligi uchun Xitoyning har qaysi sohasidagi iqtisodiy ahvolini o'ttirg'i chiqarish qiyin. Chet ellik ko'plagan moliya analizchilari Xitoy o'ttirg'i qo'ygan bu sonliq miqdorning chinligidan gumonlanadi. Xitoy Davlatlik Statistika idorasi bu sonliq miqdorni e'lon qilib, bir necha haftadan keyin bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada mundaq deyilgan. Xitoyning asosliq iqtisodiy ko'rsatkichi hisoblangan sanoat ishlab chiqarish miqdori, mashinalarning setilish miqdori, mol ashyolarning parcha setilish miqdori va mablag' selish umumiy sommasi qatorliqlarning hammasi o'tganki yillarga selishtirganda eng tuvan holatga tushgan bo'lib, buningdagi sabab ilgirki setish g'idiqlanishning tuvanlishi. Buningdan sırt Xitoyning qarzining davomlashishi, Xitoy iqtisodining tushishini keltirib chiqargan. Qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodning eshishidagi manfilik savdo va mablag' selishda ostilashdan kelib chiqqan. Bu hol qisqa mezgillik ishki hisobotda asosliq ikki jihatdan ziddiyatlik ahvol ko'rilganligidan derak beradi. Birinchisi, Xitoy texmi ko'p chet el mablag'i orqali o'zining iqtisodiy eshishini qo'lga keltirishga ehtiyojli bo'ladi. Ikkinchisi, Xitoy chet ellik mablag' solg'uvchilar erishgan foydani sirtqa chiqarib etmaydi. Gerçi bu mablag' silishdagi halqiliq masala bo'lsa-mu, biroq Xitoy iqtisodiy jihatdan eshishni o'ylashi ekan, chet eldan kirgan bir senatni qo'yib etmasligi kerak bo'ladi. Muşunda qilgandila o'z g'arzini ishga oshira oladi. Agar biri aldamchidek ko'rinadigan bo'lsa, qilmishlari aldamchilik qilmishi bo'lsa, ammo o'zining aldamchiligini inkor qilsa, u kim bo'lishi mumkin? U dal Xitoydir. Undaqda uningga mablag' solg'uvchilar kim? Ular ya aşı aldamchilikning sheriki, ya shu aldamchilikning ziyonkashligiga uchirg'uchi. Albatta, aldamchi va sheriklarining ziyonkashlikka uchirg'uchi uchun ishiltadigan bir so'zi bor bo'lib, u bo'lsa-mu qapoq kallidir. Davomi keng sonlarda ulab e'lon qilindi. İngilisçiدىن تەرجىمە قىلغۇچى ھېكمەتيار ئىبراھىم. مەنبە ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 15 سانىدىن ئېلىندى.